Erkak ayoldan kechirim so'rash kerakmi? Kechirim o'zi nima? Siz mutaxassis deb bilganingiz u odamni mutaxassis qilib qo'ymaydi. Va kimdir o'zini psixologman deb chiqqani uni psixolog qilib qo'ymaydi. Psixologman degan odamlarning fikrlariga tanqidiy tahlil qiladigan bo'lsak, hasad qilyapsan, o'zing eplamagan uchun birovga kuyyapsan, gadoni dushmani gado bo'ladi va hokazo deyishadi. Ammo bitta narsani unutmasligimiz kerak. Tanqid bor va tahqir bor. Har qanday gapimni tahqir deb qabul qilayotgan bo'lsa, o'sha mutaxassislar, demak ular o'zidan qidirsin nima uchun tahqiromiz buni qabul qilishyapti. Men ularning shaxsiyatiga to'xtalmoqchi emasman. Men ularning fikriga tanqidiy yondashish istagim bor. Ma'lum bir daqiqa tilingiz uzunroq bo'ladi. Savol, qaysi bir to'g'ri? Ayol erkakdan kechirim so'rash kerakmi yoki erkak ayoldan kechirim so'rash kerakmi? Undan oldin bitta savolga javob beraylik. Kechirim o'zi nima? Biz kimmiz? Biz kimmizki kimnidir kechirsak yoki kimnidir kechirim so'rashga undasak? Mana shu joyda e'tibor beraylik. Kechirim haqida gapirib turib, savolni o'zi to'g'ri qo'ydi. Kechirim o'zi nima degan savolni qo'ydi. Ammo kechirim o'zi nima degan savolga javob bermadi. Biz kimmiz, kimnidir kechiramiz yoki kimnidir kechirmaymiz deydi. Bu bilan ish bitmaydi. Odam savolni qo'ydimi, kechirim o'zi nima degan savolga javob bergani ma'qul edi. Ana undan keyin kechirimning ilmiy talqinidan keyin kechirish kechirmaslik haqida fikr yuritsa bo'ladi. Demak, ayni damdagi bu fikrida ilmiy savodsizlik bor. Va yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Ilm o'zi nima degan? Ilm nima degan savoliga aksariyat odamlar ishonchli tasavvurga ega emas. Chunki ilmiy fakt bor, ilm bor, bilim bor. Ammo bularni farqiga bormasdan turib har qanday odamning shaxsiy fikrini ilmiyga aylantirish bu bizning qusurimiz. Kimningdir shaxsiy fikri bu shaxsiy fikri, kimningdir shaxsiy qarashi bu shaxsiy qarashi. Bir-biridan ajratishimiz kerak. Shaxsiy fikr nima, shaxsiy qarash nima, ilmiy fakt nima, ilm o'zi nima. Bu haqda hali sizlar bilan gaplashishimiz mumkin.